Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Navbatda mush hafta ichida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Rabia Qadir xonim Markaziy Nyu-Yorkdagi Al-Munir vaqfining umrlik natija mukofotiga erishdi. 31 mart günü Al-Munir vaqfining qurg'uvchisi va rahbari Mufti Munir Ahmataxun Washingtonga kelib Rabia Qadir xonimga mazkur mukofotni o'z qo'li bilan topshirib berdi. Mufti Munir Ahmataxun so'z qilib, "Men Uyg'ur, tegim Xotandan, bugungi vatandoshlar ham yurtdoshlar uchrashidan bahmi faxrlandim" dedi. Rabia Qadir xonim bo'lsa, bugungi bu muborak uchrashishdan "Men Uyg'urimning mayli nali bo'lmasin, o'zining yiltizini izlaydigan vatan sevgisini, yurt sevgisini va millat sevgisini yana bir qitim his qildim" deb ko'rsatdi. 1 aprel günü Xitoy Jamoat xavfsizlik ministerligining to'rida bizning qahramonlarimiz degan sarlavida atalmış inqilobiy qahramonlarning tizimligi e'lon qilindi. Mazkur tizimlikdan ma'lum bo'lishicha 2015-yilda Uyg'ur avtonom rayonidan jami 33 nafar saqchi xizmat ustida hayotidan ayrilgan bo'lib, bularga inqilobiy qurbon deb nom berilgan. Ham ulardan o'rganishga chaqirilgan. Halbuki Uyg'ur elidagi saqchixona xodimlarining atalmış inqilobiy qurbonlar tizimligiga kirgizilgan 33 nafar saqchidan Ahmet Niyaz, To'xti Niyazdan boshqa hech qaysisining kimligi va ish izlarini bilmaydiganligi oshkorlandi. Egallanishicha, mazkur tizimlikdagi Uyg'ur avtonom rayoniga tava 33 nafar saqchidan 17 nafari yurak kesili bilan o'lgan ekan. 2 aprel günü Amerika poytaxti Washingtonga qo'shni Maryland shtatida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng chong masjid, shundaqli tunji turk islom organi bo'lgan Diyanat Islom madaniyat markazining ochilish marosimi o'tkazildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Reis Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, rafiqasi Amine Erdoğan xanım bilan birga içilish marosimiga qatnashdi ve lent kesdi. Washington atrofida o'ltiraqlashgan Uyg'urlar Diyanat markazining içilish marosimiga qatnashdi. Recep Tayyip Erdoğan İslam markazida ta'lim elayotgan bir qism Uyg'ur o'quvchilar bilan alohida ko'rishdi va Qur'on kursining diplomini o'z qo'li bilan taqdim etdi. Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar yaqinda Yeşil kartining bu yil 1-maydan boshlab bekor qilinganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumat taratqullaridan oshkorlanishicha, Yeşil kartni bekor qilish Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining Millatlar ittifoqligi yili munosabati bilan yo'lga qo'ydigan 20 turlik chora-tadbirlarning biri ekan. Uyg'ur elining janubidagi ma'lum bir yezliq saqchi punkti Yeşil kartining 1-maydan boshlab bekor qilinganligini dalilladi. Ularning ko'rsatishicha, yuqoridan Yeşil kartni bekor qilish haqida hujjat tushgan ekan. Ma'lumki, qolaylik kartisi yoki Yeşil kart deb nom berilgan amaliyotda yerlik aholilarning erkin harakatlanish huquqini cheklaydigan bu belgilama Uyg'ur elida 2014-yili 5-oydan boshlab yo'lga qo'yilgan edi. Uyg'urlarning Sharqi Janubiy Osiyo ellari orqali tashqi dunyoga hijrat qilish to'lqini 2013-yilning oxirlaridan boshlab dunyo jamoatchiligining diqqatini qo'zg'agan edi. Bu jarayonda mushaqqatli hijrat hayotini boshdan kechirgan bir qism Uyg'ur shohidlarining radiomizga bergan bayonlari navbatda Uyg'ur musofirlari duch kelayotgan intayin qiyin reallikni yechib berdi. Türkiye'nin Kayseri shahriga kelib yerlashgan Uyg'urlardan bir nafar shohid radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining Taylanddan Malayziyaga, eng oxirida Malayziyadan Turkiyaga kelishdagi kishini hayron qoldiradigan hijrat safari haqida ma'lumot berdi. Xalqaro kechirim tashkiloti 5-mart kuni o'zining 2016-yillik dunyoda o'lim jazosi nomli dokladini e'lon qildi. Dokladda 2015-yili o'lim jazosining bir qism davlatlarda kishini bearam qiladigan darajada ko'payganligi bildirilgan. Xitoyda 2015-yili o'limga buyurilgan odam soni mazkur dokladga kirgizilmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyda 2015-yili o'lim jazosiga buyurilganlar sonining dunyodagi umumiy o'lim jazosi yig'indisidanmi eshib ketadiganligini bildirgan. Doklad yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qattiq zarba berish harakatida o'lim jazosi qo'llanayotganligini tanqid qilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.